Bugungi videomiz Excel'ni bilgan odam qancha pul topishi mumkinligi haqida bo'ladi va bu videomizda Excel'ni bilganlar uchun ish o'rinlari va ularga qancha pul to'lanayotganligini birga tahlil qilib chiqamiz. Assalomu alaykum do'stlar, Excel akademiyasiga xush kelibsizlar. Agar siz Excel'ni boshlang'ich darajada bo'lsangiz yoki umuman bilmasangiz, bitta ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerakmi? Ofisda ishlaydiganlarning taxminan 90% ga Excel kerak bo'ladi. Farq shundaki, faqat turli kasb egalariga Excel'ni bilish darajasi turlicha kerak bo'ladi va ko'p holatlarda Excel aynan ishga kirish bo'yicha instrumentlarni biri desak ham bo'ladi va sizga qo'shimcha yana boshqa ko'nikmalar kerak bo'ladi. Aynan o'sha kasbingizga aloqador bo'lgan. Bugungi ish o'rinlarini tahlil qilayotganda men Excel'ni bilish darajasini 4 ga bo'lib ketaman. Birinchi daraja bu boshlang'ich. Ya'ni u yacheykalar bilan ishlay oladi, ularni boshqara oladi, oson matematik funksiyalarini ishlata oladi, ya'ni ko'paytirish bo'lishi mumkin, bu bo'lish, qo'shish, ayirish va foiz chiqarish, shunga o'xshash oddiy matematik funksiyalar bilan ishlay oladi. Bu boshlang'ich daraja. Keyingi darajamiz bu o'rta daraja. O'rta daraja bu oddiy formulalar bilan ishlay oladi, ya'ni bu repair bo'lishi mumkin, если, filtr va hokazo shunga o'xshash oddiy formulalar bilan ishlay oladi va diagrammalar bilan ishlay oladi va сводный tablitsadan foydalana oladi. Условный formatirованiyani bilish kerak. Bu o'rta darajaga kiradi va bizda keyingi daraja bu o'rtachadan yuqori daraja hisoblanadi. Ya'ni Excel'dagi 80% ishni bajaradigan, lekin Excel'da bor yo'g'i 20% ni tashkil qiladigan formulalarni biladi va formulalarni bir-birining ichida yacheykani bitta yacheykada ishlatib keta olish qobiliyatiga ega. Masalan, VPR bilan если ошибка formulalarini bitta yacheykada ishlatsa, bu natija xatolarsiz va aniqroq chiqishini ta'minlaydi. Shunga o'xshash boshqa formulalarni ham bemalol erkin ishlata oladi va yana Power Query ga o'xshagan nisbatan kamroq ishlatiladigan funksiyalarni ham bemalol ishlatish mumkin. Bu o'rtachadan yuqori darajamiz. Va oxirgisi bu eng yuqori daraja. Bu ekspertlar, ya'ni ular asosan Excel pullik versiyalarini ishlatishadi. Ya'ni pullik obuna talab qiladigan versiyalarni. Hozirgi kunda bu Excel 365 va Microsoft tomonidan har chorakda yoki har oy yangilanishlar bo'lganda darhol ulardan xabardor bo'lib, yangi formula funksiyalarni darrov o'zlashtirib olishadi. Hozirgi Excel yangi versiyasi masalan Copilot sun'iy intellekti bilan birga integratsiya bo'lyapti va ularni ham o'rganib, o'zini analitika sohasida ularni professional darajada ishlatib ketishni bila oladigan darajada. Va bularni bilgan odamni bemalol ekspert deyishimiz mumkin. Chunki Excel'dagi hamma ishlarni 100% bemalol erkin bajara oladi. Demak, darajalarni tushunib oldik va biz ish o'rinlarini tahlil qilishni boshladik. Mana ketdik. Excel ko'nikmalari kerak bo'ladigan ishlarni qidirsam, 1,5 mingtadan ortiq e'lon chiqdi. Men ular orasidan 5 tasini chertib ajratib oldim. Ochiqni aytaman, hamma e'lonlarni ko'rib chiqmadim. Taxminan 30 tachasini ko'rib chiqdim. E'lon talablari bir-biriga juda ham o'xshash. Oylik daromadlari esa 4 milliondan 25 milliongacha ekan. Demak, bizda birinchi ish bu finansiy menejer. Oylik maosh 17 milliondan boshlanar ekan. Bu ishga Excel bo'yicha nimalarni bilish kerak? E'londa отличное знание Excel deb beribdi. Bu Excel'ni zo'r bilish kerak deyilgan, lekin videoni boshida aytib o'tgan darajalarim bo'yicha ekspert darajasi emas, o'rtachadan yuqori daraja bu kasb uchun yetarli. Bu kasb uchun kerak bo'ladigan asosiy formulalar ekraningizda turibdi. Bularning aksariyati haqida video darsliklar tayyorlaganman, ularni ko'rib chiqishingiz mumkin. Yana nimalarni bilish kerak? Pivot table, ya'ni сводный tablitsani bilish kerak ekan, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun. E'londa makroslarni ham bilish talab etilgan, lekin makroslar va VBA bu ishlarni avtomatlashtirish uchun ishlatiladi. Bu lavozim strategik va moliyaviy qarorlar uchun. Bu yerda esa ko'proq model tuzish, tahlil qilish, hisobot berish kerak. Albatta, makroslar bilish bu kasb uchun ham foydali, lekin zarurat tariqasida e'longa qo'shish qanchalik to'g'ri bilmadim. Keyingisi moliya va iqtisodiy modellashni bilish kerak. Bularga nimalar kiradi? Pul oqimlari, budjet, foyda va zarar modeli bilan ishlash. Odatda tayyor shablonlar bo'ladi, o'tgan oylardan qolgan. Siz uni tushunib, davom ettirib keta olishingiz kerak bo'ladi.
Ekranda ko'rib turganingiz juda soddalashtirilgan kichkina namuna. Demak, keyingisi bu diagramma va grafiklar moliyaviy natijalarni tushunarli ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Kichik va o'rtacha kattalikdagi kompaniyalar uchun Excel mos tushadi, lekin katta kompaniyalar uchun Power BI'dan foydalanishingiz kerak, unda imkoniyatlar kattaroq. Keyingisi ma'lumotlar bilan to'g'ri ishlash. Bular filtrlash, tartiblash, ma'lumotlar bazasini tayyorlash. Ba'zan ma'lumotlarimiz orasida noto'g'rilari bo'lishi mumkin. Bularni olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Misol uchun, ishchilarning o'rtacha oyligini chiqarmoqchisiz. Ishchilar 5 million so'mdan 10 million so'mgacha oylik olsa, o'rtacha oylik taxminan 7,5 million so'm chiqadi. Lekin oyliklar ro'yxatida ikkita katta lavozimdagi odamlar bor bo'lsa, masalan, ular 200 milliondan oylik olsa, o'rtacha oylik tabiiy noto'g'ri chiqadi. Siz ma'lumotlar bilan to'g'ri ishlash uchun shu ikkita odamni oyligini olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Hayotda emas, Excel jadvalda olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Demak, bizada keyingi e'lon bu finansiy kontrollar. Oylik daromadi 20 milliondan 26 milliongacha ekan. Bu e'lonimizni talablari ham oldingi tahlil qilgan e'lonimizga o'xshash ekan, lekin vizual va onlayn ishlash uslublariga alohida kuch berilibdi. Shu sababli Google Sheets va PowerPoint ham qo'shilib. Endi keling bu e'lonimizni talablarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Bu lavozim uchun eng muhim ko'nikmalardan biri bu budjet bilan ishlash, ya'ni reja, fakt tahlilini tuzish. Buni Excel oddiygina qilib tushuntirsak, rejalashtirilgan summa bilan haqiqiy amalga oshgan summa orasidagi farqni formula orqali ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun B2 minus C2 kabi formulalar yordamida farqni aniqlaymiz. Keyin bu farq ijobiymi yoki salbiymi, shuni shartli formatlash, ya'ni bu conditional formatting orqali ko'rsatish mumkin. Masalan, ortiqcha chiqim qizil rangda chiqadi, tejash bo'lsa, yashil qilib qo'ysak bo'ladi. Keyingi talab PL, balans va cash flow hisobotlarini tuzish ekan. Bu uchta moliyaviy hujjat buxgalteriya va menejment sohasida muhimlik darajasi juda yuqori. PL, ya'ni profit va loss degan so'zlarning qisqartmasi. Buni daromad va xarajatlar deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, daromad va xarajatlarni jamlab, oxirida foyda yoki zarar chiqadigan hisobot tayyorlash kerak. Balans bu aktiv va passivlarni ko'rsatadigan jadval, ya'ni kompaniyada nima borligini ko'rsatadi desak ham bo'ladi. Cash flow bu esa naqd pulli kirim chiqib holatini ko'rsatish. Bularning har biri Excelda formula bilan hisoblanadi. Shunchaki yozib chiqilmaydi, ya'ni daromadlar summasi, xarajatlar summasi, farq, bularning hammasi avtomatik chiqadigan qilib quriladi. Yana bitta muhim talab bu yoqda katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash ekan. Bu degani katta jadvaldagi ma'lumotlarni tartiblash va ajratish uchun filter, sort, unique formulalarni bilish kerak. Formulalarni rus tili Excelida qanday yozilishi ekraningizda turibdi. Keyingisi sarflangan hisob-kitob. Bu nima degani? Kerakli qismlarni tanlash va ularni ustida sum ifs, count ifs kabi formulalar bilan hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Aynan sizga nimalarni umumiy summasi kerakligini ajratib olishingiz uchun kerak bo'ladi bu formulalar. Shuningdek, shartli tahlillar uchun if, and, or formulalari ishlatiladi. Bu formulalar haqida kanalimda darsliklar ham bor, ko'rib chiqishingiz mumkin. Har qanday sohada foydali formulalar bo'ladi. Keyingisi boshqa jadvaldan ma'lumotlarni olib kelish uchun classic VLOOKUP yoki undan ham ishonchligi index plus match kombinatsiyalari ishlatiladi. Bu sohada matnlar bilan ishlash ham ko'p uchraydi. Masalan, kod yoki nom uzun bo'lsa, ularni qismlarga ajratib, ya'ni belgilangan belgidan boshlab ajratib olish kerak bo'lishi mumkin. O'sha paytda text, left, right, mid va shunga o'xshash formulalardan foydalaniladi. Va bu ishda Google Sheets bilan ishlash ham kiritilgan. Bu aynan Excel'dagi formulalarni onlayn tarzda ishlatish degani. Google Sheets'dagi ko'p funksiyalar nomi, sintaksisi va ishlash tamoyili Excel bilan bir xil. Excel'da ishlay oladigan odam Sheets'da ham bemalol ishlay oladi. Bizda keyingi ish operatsionniy menejer. Oylik 11 milliondan boshlanar ekan. Bu e'lonimiz biroz boshqacharoq yo'nalishda operatsion menejer pozitsiyasi haqida ekan. Lekin baribir unda ham Excel va Google Sheets ko'nikmalarini bilish talab etilyapti. Bu lavozimda nima qilish kerak? Asosiy vazifalardan biri jarayonni optimallashtirish.
va ularni hujjatlashtirish. Sodda qilib aytganda, qat'iy tartib bilan ishlaydigan tizim yaratish, uning ustidan nazorat olib borish. Bu joyda bizani Excel qanday ish beradi? Birinchidan, bu yerda hisob-kitob va monitoring ishlari ko'p. Masalan, akkauntlar faolligini kuzatish kerak bo'lishi mumkin. Eng muhimlaridan budjet ustida nazorat qilish va har xil detallashtirilgan hisobotlarni tayyorlash uchun Excel lab aytib turadi. Bular uchun quyidagi formulalarni bilish talab etiladi. Shartli tahlil va nazorat uchun if and or formulalari. Masalan, biror hisob faolsiz bo'lsa, if orqali buni holatini aniqlab, rang bilan ajratish mumkin. Saralangan hisob-kitob uchun sum if, count if formulalari kerak bo'ladi. Misol uchun, faqat faol bo'lgan foydalanuvchilar bo'yicha qancha xarajatlar qilinganligini aniqlash uchun ishlatiladi. Tartiblash va ajratish uchun filter, sort, unique bu formulalar Excel eski versiyasida ishlamasligi mumkin. Bu formulalar orqali jadvaldagi ma'lumotlarni tezda ajratish va ko'rib chiqish mumkin. Matnlar bilan ishlash, text, left, right, mid formulalari ishlatiladi odatda. Masalan, akkaunt nomlaridan IDni ajratib olish kerak. Sanalarni kerakli formatga o'tkazish kerak. Shunaqa paytda bu formulasiz katta ma'lumotlarga oylab vaqtingizni ketkazib qo'yishingiz mumkin. Ma'lumotlarni boshqa jadvaldan olish uchun lookup, ya'ni VPR bu index plus match kombinatsiyalari ishlatilsa ancha foydali bo'ladi. Masalan, foydalanuvchini IDsi orqali uning emailini, faoliyati holatini boshqa jadvaldan topib olish uchun kerak bo'ladi. Exceldagi eng foydali formulalardan biri hisoblanadi. Bularni barchasini siz Excelda qilganingiz kabi Google Sheet'da ham bemalol qila olasiz. Formulalar nomi va sintaksisi deyarli bir xil. Excelni bilsangiz, Google Sheets'da ham bemalol ishlay olasiz. Umuman olganda, bu lavozimda Excel va Sheets formulalari orqali jarayonni avtomatlashtirish, xatoliklarni kamaytirish va hisobotlarni aniq va tez tayyorlash talab etilyapti. Xo'p, bizda keyingi e'lon bu sekretar, помощник administrator. Oylik 5 milliondan boshlanar ekan. Bu safargi e'lon o'quv markazi tomonidan e'lon qilingan. Tak, bu lavozimda nimalar qilinadi? Asosiy vazifalar: mijozlarni kutib olish, kursga yozish, telefon orqali tayyor matn asosida maslahatlar berish kerak, ish joyida tartibni saqlash, ustoz va administratorlarga yordam berish. Oddiy ko'rinadi, lekin majburiyatni his qilmasa, markaz daromadiga yetarlicha ta'sir o'tkazib qo'yishi mumkin bu vazifa. Bu ish uchun boshlang'ich daraja ham yetarli, lekin o'rta daraja bo'lsangiz, ishlarni tezroq qilish usullarini ham topib olasiz. Demak, bu ish uchun qanday Excel ko'nikmalari talab etiladi? Bu yerda murakkab formulalar kerak emas. Oddiy jadval yaratish, ustunlar va qatorlar bilan ishlash, tartib bilan yozish muhim ekan bu yerda. Misol uchun, ism, telefon raqam, kurs nomi, to'lov holati bo'ladigan ustunlardan iborat ro'yxat yuritishingiz kerak. Hisob-kitoblar uchun eng asosiy formulalar: sum, count, if, average formulalari. Bularni bilib qo'yishingiz ishingizni ancha tezlashtirib tashlaydi. Garchi buni o'quv markazi aynan talab qilmasa ham. Bu e'londa ham Google Sheets bilan ishlash kerak bo'ladi. Excelni bilsangiz, Google Sheets'dan foydalanish ham deyarli sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Ko'p joylari deyarli bir xil. Keyingisi matnlar bilan ishlashi, nomigagina bilib qo'yish yetarli. Text, left, right kabi formulalar hali ishlatilmasligi mumkin, lekin asosiy tushuncha bo'lsa, sizga ancha oson kechadi bu joyda ishlash. Demak, xulosamiz, bu lavozimda Excel bilan chuqur ishlash shart emas. Tartibli jadval yaratish, oddiy formulalardan foydalanish, Google Sheets'da ishlay olish, shular yetarkan. Asosiy e'tibor muloqot, tez o'rganish va mas'uliyatga qaratilibdi. Keyingi e'lonimiz помощник buxgalteri. 4 milliondan 6 milliongacha ekan. Oyliklar juda past ekan, lekin shanba-yakshanba dam ekanligi odamga o'xshab yashashga imkon beradi. Demak, talablarni ko'rib chiqamiz. Bu e'lon buxgalteriya sohasiga oid. Qog'oz ishlarini yuritish, hujjatlarni tayyorlash va hisob-kitoblarni yuritish bilan bog'liq. E'tibor bering, bu ishda Excel ko'nikmalari yordamchi vosita sifatida ishlatiladi, lekin muhimlik darajasi yetarlicha yuqori. Endi bu kasbda qanday Excel bilimlari kerak bo'lishini ko'rib chiqamiz. Hisob-kitob uchun asosiy formulalar bular: sum, if, count, counter, round, round up, round down. Bu formulalar nimalarni bajarishi ekraningizda chiqib turibdi.
alohida to'xtalib o'tmaymiz. Va sana bilan ishlash formulalari bular: today, now. Masalan, to'lov muddati o'tganmi yoki hujjat qachon topshirilishi kerakligini aniqlash kerak bo'lsa, marhamat, formulalarni yozib oling. Shartli formatlash, conditional formatting, ruschasiga условное formatirование bu. Muddati o'tgan hujjatlar yoki noto'liq to'lovlarni qizil rangda ajratish, bu orqali ko'zga tez tashlanadigan qilish. Ishingizni ancha professionalroq qiladi bu ish. Sverka va nazorat qilish uchun vositalar bular lookup yoki index plus match. Ikkita jadvaldagi qiymatlarni solishtirish, masalan, to'lovlar ro'yxati va hujjatlar ro'yxatini. Sum ifs bilan count ifs muayyan shartlar asosida summalarni yoki sonlarni hisoblash uchun kerak bo'ladi. Masalan, faqat mart oyi uchun to'lanadigan summalarni hisoblash kerak bo'lsa, shu formulalarga murojaat qilaverasiz. Jadval bilan ishlash, filtr qo'yish, saralash, ustunlarga nom berish, bularni bilish tartibli hisob yuritishga kerak bo'ladi. Tartib bor joyda ishlar samaradorligi oshadi. Demak, bu e'lonimizda buxgalter uchun murakkab vizual grafiklar emas, balki aniq hisob-kitoblar, tartib va avtomatlashtirish muhim ekan. Excel'dagi formulalar bu yerda ishni tezlashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi. Google Sheets ham ba'zida ishlatiladi, lekin bu ish uchun asosan Excel va Adines zarur ekan. Bu videomiz asosan ma'lumotlar berish uchun tayyorlandi. Darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va izoh qoldirishinglarni so'rayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zinglarni rivojlantirishda to'xtamang.